baxtli, ideal va boy hayot. Bir tomonda sayohat, pul, yangi mashina, uy, joy, dabdabali to'y. Ikkinchi tomonda qarz, kredit yoki stress, oiladagi muammolar. Hayot haqida o'ylashni boshlaysiz. Nimaga hammada o'xshamayapti, menda o'xshamayapti? Insof ko'zi bilan qarasangiz, sizda ham juda ko'p narsalar bor. Odatda luxury hayotga qiziqadi. Bugun siz va biz ko'rayotgan baxtli, ideal va boy hayot. Instagram kirsangiz, har xil scrollinglar orqasidan insonlarni o'zini hayotida yashayotgan videolari yoki yangi mashina olgan, sayohat qilgan, har xil joylarga borgan. Bular yolg'on bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Instagramda hammada hammasi zo'r, lekin nega sizda unday emas? Bir tomonda sayohat, pul, yangi mashina, uy, joy, dabdabali to'y. Ikkinchi tomonda qarz, kredit yoki stress, oiladagi muammolar. Xullas, siz va biz ko'rayotgan bu videolar hammasi ham haqiqat emasligini va odatda bu videolarga biz ishonib qolib, o'zimizni depressiyaga solishimiz noto'g'ri ekanligi haqida gaplashamiz. Hozirda eng katta xato nimaligini bilasizmi? Ochig'i, siz o'zingizdagi eng yomon kunni Instagramdagi insonlarning eng yaxshi kuni bilan solishtiryapsiz yoki solishtiryapmiz. Bu odamni albatta depressiyaga olib boradi. Hayot haqida o'ylashni boshlaysiz. Nimaga hammada o'xshamayapti, menda o'xshamayapti? Nimaga o'sha menga kelayotgan muammolar ularga bormaydi? Aslida unaqa emas. Shaxsan meni shu blog sohasida yurg'izadigan tanishlarim bor. Ular bilan doimiy muloqotdaman. Va ular Instagramga olib chiqib ko'rsatadigan narsasi real hayotga to'g'ri kelmasligini men juda ham ko'p guvoh bo'lganman. Bu videoni qaysidir ma'noda ularning yuzini ochish uchun emas, balki qolgan insonlar ham haqiqatni tushunishi uchun qilyapman. Ularni yaxshi kunlarini siz o'zingizni yomon kunlaringizga solishtirishingiz bu katta xato. Agar o'zingizni hayotingizga insof ko'zi bilan qarasangiz, sizda ham juda ko'p narsalar bor. Masalan, muntazam oylik to'laydigan ish. Kichkinaroq bo'lsa ham o'ziga yarasha mashina. Asosiysi, umid qilaman qarzingiz yo'q. Va sizni borligingiz uchun, inson bo'lganligingiz uchun sizni qadrlaydigan atrofingizdagi yaqinlar. Bular juda katta ne'mat. Sizda bo'lgan oddiy lekin alish bo'lmaydigan narsalar juda ham ko'p Instagramdagi blog yozadigan insonlarda bo'lmasligi mumkin. Men sizga bitta gap aytaman. Vizual hayotdan ta'sirlangan insonlar odatda luxury hayotga qiziqadi. Endi puli bor odamlar luxury hayotga qiziqishi mumkin. Bu muayyan yo'l emas, lekin tushunishimiz uchun odatda faqatgina shu Instagram yoki Telegramdagi ko'rsatilayotgan zo'r mashinalar, zo'r uylar, oson erishilayotgandek ko'rsatilayotgan videolarda odamlar ko'rib bundan ta'sirlanadi. Va natijada o'sha narsaga erishish uchun juda ko'p narsadan ketishga ham tayyor bo'ladi va juda ko'p yo'ldan yurishga ham tayyor bo'ladi. O'zim ham o'tga borsam, bir xil insonlar qaysidir odamning olgan yangi mashinasini yoki oxirgi rusumli telefonlar haqida gaplashayotgan bo'ladi. Ha, bu olish yaxshi, ya'ni bu narsalarga erishish juda ham zo'r, lekin bundan ta'sirlanish va bunga erishish uchun har qanday narsaga tayyor bo'lish bu menimcha sog'lom odamning fikrlashi emas. Bu kabi vizual yolg'onlar odatda sizni o'zingizning maqsadlaringizdan chalg'itadi. O'zingiz qo'ygan maqsadlarni muntazam o'zgartirishingizga yoki o'sha sizga ko'rsatilgan videolardan muntazam ta'sirlanib yurishingizga olib keladi. Buni sabablari juda ham ko'p. Masalan, insondagi motivatsiyani o'lishi. Siz bitta narsani qilishingiz uchun albatta qanaqadir video ko'rishingiz yoki kimdir sizga kelib chiroyli so'zlar bilan nimadir tushuntirishi kerak bo'lib qoladi. Chunki siz odatda vizual hayotdan ta'sirlangansiz va bu yolg'onlarga uchib qo'ygansiz. Siz ko'rasiz va har doim men kech qolganman, nimaga menda bu narsa o'xshamagan yoki nimaga men bu ishni qila olmaganman degan fikrlar sizning hayolingizda aylanishni boshlaydi. Men sizga bitta gap aytaman. Siz ko'zingiz agar bitta narsani ko'rsa, miya tanqidiy fikrlashni o'chiradi. Ya'ni ko'rasiz, ha bu to'g'ri, bu noto'g'ri, bu odam bunaqa narsaga erishdi. Siz ichingizdan tushunib turishingiz mumkin. Ya'ni bu odam qarzga olgan bo'lishi, kreditga olgan bo'lishi yoki o'ziniki emasligini, lekin miyaga borayotgan informatsiya odatda sizni bu o'ziniki, nimaga men shu narsaga erisha olmayapman degan noto'g'ri fikrlarni olib keladi. Bunaqa videolarni doimiy ko'rib yurgan odam odatda bundan ta'sirlanadi. Ya'ni ta'sirlanish oqibatida tezroq yo'llarni qidirishni boshlaydi. Tezroq yo'llarda qarz olish bo'lishi mumkin, kredit olish bo'lishi mumkin yoki o'g'irlik qilish ham bo'lishi mumkin. Undan ham yomoni, ya'ni videodagi eng kulminatsion nuqta bu yo'llarni ko'rib ta'sirlangan insonlar
odatda onlayn qimorlar, yaxshi ham ismlarini bilmayman, lekin ya'ni onlayn qimorlar yoki shunga o'xshagan tezroq bu narsalarga erishaman degan fikrda inson o'zini o'zi hayot yo'nalishini buzib yuborishi ham mumkin. Haqiqiy hayot sekin, stabil va asosiysi Instagramdagi filtrsiz bo'ladi. Bizning maqsadimiz o'zimizni boshqa insonlar bilan, bo'lib ham Instagramdagi insonlar bilan solishtirish emas. Ya'ni eng zo'ri o'zimizni kechagi versiyamiz bilan solishtirishimiz. Kundalik yaxshi bo'lib keturishlik, bu men ishonch bilan aytaman, o'sha Instagramdagi odamlardan ham yaxshi bo'lib ketasiz. Bundan 5-6 yil, balki undan ham ko'proq adashmasam, o'zimda ham shunaqa holatlar kuzatilardi. Instagramdagi yoki qaysidir platformadagi insonlarni muvaffaqiyatga erishayotganini ko'rib, nimaga menda bo'lishi mumkin emas deb qaysidir ma'noda depressiyaga tushib qolgan holatlar kuzatilgan o'zimda ham. Bu videoni tayyorlashimdan asosiy maqsad sizda motivatsiya bo'lmasligi va kechagidan yaxshiroq bo'lishga harakatingiz tushmasligi uchun tayyorlandi. To'g'risi bu video foydali bo'lishidan umid qilaman. Ha, to'g'ri, Instagramdagi videolar ham kerak, qaysidir ma'noda ko'rib, vaqtni biroz o'tkazish uchun, ya'ni inson o'zidan chalg'ish uchun. Lekin biz ham uni real deb qabul qilmasligimiz va har doim olinayotgan ma'lumotga tanqidiy nazarda qarashimiz bu menimcha eng to'g'ri yo'l. O'shanda o'zingizning fikrlaringiz ham joyida bo'ladi, hayotingizdagi yo'l ham to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Umid qilaman bu video sizga foydali bo'ldi. Albatta like bosing va kanalga obuna bo'ling.